Assalamu alaikum. Good morning guys. Present simple tense hozirgi oddiy zamon. Buni maqsadi kundalik odatlar va doimiy faktlar haqida gapirishni o'rganish, ya'ni odatlar va doimiy faktlar. Bu zamonda ishlatilishi odatda 3 ta yoki 4 ta holatlarda ishlatiladi. Birinchisi bu har kuni takrorlanadigan ishlar. Masalan, men har kuni maktabga boraman, men har kuni choy ichaman, men har kuni badan tarbiya qilaman, yo men har kuni ishga boraman deganimizda, demak, ishlatiladi. Doimiy holatlar, ya'ni faktlar aytganimizda, ya'ni o'zgarmas haqiqatlar bor, bizda fakt hisoblangan. Quyosh sharqdan chiqadi, suv 100 gradusda qaynaydi yoki yer o'z o'qi atrofida aylanadi kabi faktlar ham doim present simple'da aytiladi. Hissiyotlar va fikrlar. Misol uchun, men yaxshi ko'raman, men bilaman, mening fikrimcha kabi, ya'ni I like, I know, I think kabi fikrlar, ya'ni gaplar, hissiyotlar doim present simple zamonda aytiladi. Endi buni qanday gap tuzamiz deydigan bo'lsak, darak gaplarda subject plus verb ishlatiladi, ya'ni ega plus kesim. Bizda ega I, we, you, they bo'lsa, demak fe'l o'zgarmaydi, ya'ni lug'atda qanday bo'lsa shu holatda. Misol uchun I play football, men futbol o'ynayman bo'lib keladi. Lekin egamiz, ya'ni subjectimiz he, she, it bo'lsa, bunda fe'lga s yoki es qo'shiladi. Misol uchun he plays football. Endi fe'lga qo'shilish s qo'shishning ham o'ziga xos qoidalari bor. Misol uchun ko'p fe'llarga oddiy s qo'shiladi. Misol walk, walks yoki eat, eats bo'lib, lekin agar fe'l ch, sh, s, x, o, ya'ni ba'zida ikkita s bilan tugasa ham es qo'shiladi. Misol uchun watch, watches, go, goes. Lekin undoshi y bilan tugasa i, es qo'shiladi. Misol uchun fly, flies. Study, studies. Yani undosh plus y bilan tuguvchi fe'llarda y tushib qolib, o'rniga is qo'shiladi. Misol uchun, qush uchadi bo'lsa bird flies bo'lganda y tushib qoladi. Endi inkor shaklda bizga yordamchi fe'llar yordamga keladi. Bu va do va does. He, she, itga does, I, we, you, they ga esa do ishlatiladi. I, we, you, they plus don't plus fe'l asl holat, ya'ni birinchi shakliga esa shu ishni qilmayman degan ma'noni bildiradi. He, she, itga esa does plus not plus verb, ya'ni fe'l ishlatiladi. Bunda s tushib qoladi, sabab doesda allaqachon bizda s qo'shilgan. She doesn't like milk bo'ladi, ya'ni she doesn't likes emas, chunki allaqachon biz bittasini do'ga olib berib bo'lganmiz. Endi esa so'roq holatida ham do doesdan foydalanamiz, ya'ni I, we, you, they agar gapning egasi bo'lsa do oldinga chiqadi plus verb. Agar gapning egasi he, she, it bo'lsa does oldinga chiqadi plus fe'l keladi. Do you speak English? Siz ingliz tilida gapirasizmi? Yoki does he play tennis? U tennis o'ynaydimi kabi gaplarda ko'rishimiz mumkin. Endi bizda signal so'zlari bor, ya'ni kalit so'zlar. Gapda ushbu so'zlar kelsa, ko'pincha present simple bo'ladi. Ya'ni bular always, har doim, usually odatda, often tez, sometimes ba'zida, never hech qachon, every day, every week, every month esa har kuni degan ma'nolarni bildiradi. Eslatma bor bizda, am, is, are ham present simple hisoblanadi, lekin ular harakat fe'llari emas, ya'ni do, does bilan birga kelmaydi. Bular shunchaki holatni yoki qandaydir shaklni bildirishi mumkin. I am a student, ya'ni bu kimligini bildiryapti, holat yoki they are happy, ular xursand. Bular ham present simple, ya'ni hozirgi oddiy zamonning bir nimasi, shakli, lekin nimasi yo'q, harakati yo'q. Endi amaliy mashqlar, demak, videoni biroz to'xtatib, 10 sekundga to'xtatib, qaysi fe'l qanday shaklda qo'yilishini tekshiring, o'zingiz sinab ko'ring, keyin esa men to'g'ri javoblarni aytaman. Xo'p, demak, she reads books every evening. U har kuni kechki payt kitob o'qiydi, reads. We don't go to the cinema on Mondays. Biz dushanba kunlari kinoga bormaymiz, ya'ni don't go. Do you like pizza? Pizzani yaxshi ko'rasizmi? Do oldinga chiqyapti. My father works in a bank. Mening dadam bankda ishlaydi. Hammasi to'g'ri degan bittaman. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Qandaydir savollar bo'lsa, kommentariyada kutib qolamiz.